O'tgan safargi videoyimda aura nima degan savollarga mana bugungi videoyimda javob berib o'taman. Aura bu inson tanasini o'rab turadigan nozik energiya maydoni deb hisoblanadi. Ezoterika va ruhiy amaliyotlarda aura insonning ruhiy holati, fikrlari, hissiyotlari va sog'ligi bilan bog'liq energiya qatlami sifatida tushuntiriladi. Aura nima? Aura ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, lekin ba'zi odamlar sezishi yoki maxsus usullar bilan ko'rishi mumkin bo'lgan aytiladigan energetik nurlanish. U tanani atrofidan bir necha santimetrda bir necha metrga qadar o'rab turishi mumkin. Auraning qatlamlari ezoterik qarashlarda aura bir nechta qatlamlardan iborat deb aytiladi. Fizik aura tanani sog'ligi bilan bog'liq energiya. Emotsional aura his-tuyg'ular va kayfiyatni aks ettiradi. Mental aura fikrlar va ong bilan bog'liq. Ruhiy aura esa insonning ruhiy rivojlanishi va ichki dunyosini ko'rsatadi.